Есть прям интересные, короче. Saturingmisan, maturingmisan, o'ng quloq bilan chap quloq bilan eshit. Biza o'zimiz sharmanda bo'lib, qoshimizni olgandirmiz, sochimizni olgandirmiz, lekin biza ijtimoiy tarmoqda ozgina litsomiz tanilib qoldi deb butun auditoriyani, butun musulmonlarni qimorga chorlaganimiz yo'q. Sendagi bor aktivdan bizda ham bor. Bizda undan kuchli aktiv bor. Bizda TikTokda 30 ming odam jonliyimizga kirib tomosha qiladi. Biza lekin odamlarni shu paytgacha qimorga chorlaganimiz yo'q. Sen harombatcha meni yomonlashdan oldin yoqangni hidla deb yoqangni hidla. Men nima po'qi yuribman-da. Butun jamiki musulmonlarni Qozog'istonni butun musulmon xalqini qimorga chorlab yuribsan, qimorvoz bilan. Ko't bilan. Chiqib olib uyingga borib uraman, men ko'chaman degan gaping yig'ishtir, ko'cha o'lib ketgan. Ko'cha yo'q O'zbekistonda. O'zbekistonda ko'cha yo'q. Razborchik. Ye. Hozir aka O'zbekistonda qonun ustuvor aka, hamma gapirgan Ye, gaplar to'ppa to'g'ri-da. Menga, Samandar kecha men muomala qildim, lechkada yozdi menga, direktda. Lechkada yozdi. Ishonmasanglar odamlar men istorisimga joylab qo'yaman, ko'rasizlar. Men prikol qilib, hazil-huzul qilib, u bala mendan bilib Instagramga kirib chiqa boshlagan payti pul so'rab yurgan bachchada. Aka, menga 4000 dollar pul berib turing. Aka, menga 3000 dollar pul berib turing deb mendan pul so'rab yurgan balada Samandar minnat qilishmas. Prosta noto'g'ri ish qildi. Men liboy joyda aytaman, u noto'g'ri ish qildi. Erki bilan g'alaba qozonyapti. U bala loyiq o'sha 20 sekundda chiroyli jang ko'rsatdi, nishonlashga loyiq, to'g'rimi? Liboy sportsmen. Xoh sen bo'l, xoh boshqa sportsmen bo'lsin, yutgandan keyin jangini nishonlaydimi? Ammo ahmoq u nishonlayapti. Deb yugurib chiqyapti. To'g'rimi o'sha? O'sha to'g'rimi o'sha? Aytilmagan joyga. Aytilmagan joyga to'yga ham borib bo'lmaydi. Aytilmagan joyga tug'ilgan kunga ham borib bo'lmaydi. Uni chaqirmayapti-ku mikrofonda. Uni chaqirmayapti-ku. Restoran kavga sen borsang boramiz deb. Sen borsang boramiz. Endi bu ham nimadir qilish kerak-da, hozir to'g'ri aktivi tushdi, boshqa bo'ldi, yemayapti. Amandarjon, ukajon, menga Instagramda aktivi kerak emas. Men Instagramdan hech kimdan xafa ham qilishni xohlamayman. Instagramda hech kimni yomonlik qilishni ham xohlamayman. Chunki bu joy meniki emas.